Assalomu alaykum hurmatli stomatologlar. Hozirgi videomizda ushbu ko'rib turgan Cellbest bukovka mashinkasini to'liq obzor qilib beraman. Ochib, qanaqa foydalanish kerak va nimalarga e'tibor berish kerak. Hamma narsani video davomida ko'rib olsanglar bo'ladi. Demak, o'rtoqlar, bukovkani ochish boshlaymiz. Ochganimizda ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunaqa kitobchasi chiqadi. Kitobchasida eng muhim joyi buni qanaqa yig'ish ko'rsatilgan bo'ladi va komplektatsiyasi va qanaqa foydalaniladi o'sha narsasi ko'rsatilgan bo'ladi. O'sha narsani sizlarga hozir videoda tushuntirib beramiz. Komplektatsiyasi mana bunaqa krab paket solish uchun, qo'yish uchun mo'ljallangan podstavkasi, to'kilgan simi va devorga qotirish uchun mo'ljallangan mana bunaqa ikkita bolti desak bo'ladi. Mana shunaqasi bo'ladi, ikkita bo'ladi. Va dazmol o'zi. Ko'rib turganingizda komplektatsiyasida mana shunaqa narsalari chiqadi. Mana shunisini bunda oddiy qo'yib qo'yiladi. Mana bu yerga shunchaki joyiga solib turib tiqib qo'yiladi. Endi mana bunisi orqasiga tiqiladi. Agar siz buni devorga qotirib qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu ikkitasini, ya'ni orqasida o'zi dazmolimiz orqasida teshigi bor. Mana shunday holatda devorga qotirib qo'yib ham foydalansangiz bo'ladi. Shunday qilib. Devor teshiladi. Mana bu ikkita narsasi yechilgan holatda, hozir ko'rsataman sizga. Mana bunisi bunday yechiladi. Devor teshiladi. Mana shunisi devorga kirgiziladi. Devor kirgiziladi va buni dazmol qo'ygan holatda mana bunisini burab mahkamlab qo'yiladi. Bu oddiy va sodda. Demak, to'kilib oldim o'rtoqlar. Bu yerda o'zi bitta dona knopkasi bor, включатель, o'chirib yoqadigan joyi. Ana o'sha yerdan bitta yoqiladi. Yoqilganda mana bu yerda chirog'i o'chib yonadi. Qachonki bu spirali qizib bo'lgandan keyin o'zi tiyillab ovoz chiqazadi. Bo'ldi, spiraling tayyor, bemalol upakovka qilsang bo'ladi deyiladi. Endi bu qizib olgungacha bizni mana bu yerga krab paketimizni joylashtirib olamiz. Buni razmeri 25 sm, maksimalniy krab paketi kattaligi, eniga kattaligini 250 mm lik krab paketimiz sig'adi. Hozir buni joylashtirib olamiz. Ko'pchilik bilsa kerak, krab paketimizning o'zida hamma krab paketda mana bunaqa indikator bo'ladi, o'rtoqlar. Eshitganingizda signal chiqazdi. Endi biz krab paket joylashtirib turib, qanaqa qilib o'zi buni upakovka qilsa bo'ladi va qanaqa foydalanish kerak o'sha narsani ko'rsatib beraman. Demak, krab paketimizning orasida o'zi mana bunaqa dumaloq joy qoldirib ketilgan bo'ladi. Shuni olib, bu yoqqa tiqamiz. Tiqganimizdan keyin parchasiga joylashtiramiz. Demak, joylashtirib oldik o'rtoqlar, ko'rganingizda. Endi krab paketni mana bu tegidan o'tkazamiz. Mana bu yerda metal bor. Shu metal bilan orasida joyi bor. Mana shu yerdan shunday qilib o'tkazamiz. Bu yerdan chiqqungacha. Endi krab paketni men endi 250 mm ning olganman. Buni xohlaganini qo'ysanglar bo'ladi. Instrumentingiz moslab. Xohlasanglar bunaqa ingichkasini qo'ysanglar bo'ladi.
Bu 55 millimetrlik xolislik, bundan kattalari har xillari bor. Bir 10 xilga yaqin razmerlari hozirgi kunda mavjud. Endi buni qanaqa upakovka qiladi? Krab paket o'tkazib bo'lingandan keyin mana instrument tayyor instrument olib qo'yganmiz. Dezinfeksiya qilingan rastvorlar bilan chayilgan instrument solinadi. Ya'ni upakovka qilinadi. Buni upakovka qilingandan keyin dazmol spiral qizib turibdi. Mana bu yerdan joy tashab ketiladi. Butini ham upakovka qilishimiz uchun hamma narsa tayyor. Ana endi mana shu rechagi orqali bitta bosiladi. Richaga bosilgandan keyin o'zi mana ovoz chiqazadi. Bo'ldi, yopish bo'ldi deb va yopish bo'lgandan keyin mana bu yerda lezvasi bor. Lezvasini bundoq qilinsa kesib beradi. Kesib bergandan keyin mana bu ko'tariladi va hamda mana bunisi olinadi. Endi ikkinchi tarafini ham qilib olamiz. Ikkinchi tarafi xuddi shunaqa holatda kirgiziladi. Kirgizilgandan keyin yana ko'tariladi. Signal chalgandan keyin buni olamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Hamma narsa tayyor. Endi bu yerda ozgincha maksimalroq ekonom qilish maqsadida yopishtiribroq qilsanglar ham bo'ladi aslida. Ko'rsatib berish uchun qildim. Bitta narsa yaqinroq bitta mashina ko'rsatib bering. Mana bu yerda yaxshigina yopishtirib beradi. Qattiq tortyapman. Yirtilib ketadiki, ochilib ketmaydi xudo xolasa. Xudo xolasa bundan foydalanish juda va sodda. Juda oddiy va sodda. Endi sizlarga maslahat berardim. Buni agar o'chiradigan bo'lsanglar, mana bunaqa rechagini ko'tarilgan holatda, spirali yopishtirilgan holatda yo'q qoldirmaslikka maslahat berardim. Yoquv holatda signal chiqazadi, bilib turasizlar. Agar o'chuv holatda shu narsani qoldirib ketadigan bo'lsanglar, spiral bir-biriga yopishib, brak bo'lib qoladi bu narsa. Keyin spiralni falon pulga alishtirishingiz kerak bo'ladi o'rtoqlar. Oddiy va sodda qilib ishlangan, maksimalni foydalaninglar. Xudo xolasa mana shunaqa upakovka qilib, keyin bemalol sterilizatsiyaga qo'ysangiz bo'ladi. O'rtoqlar, bugungi videomiz tugadi. Sell best xarid qilib shu narsani ko'rayotgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying, o'zingiz fikringizni qoldiring. Eng muhimi, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundanda yaxshi video, life hacklar, har xil sizlarga kerakli ma'lumotlarni tez yuklashga harakat qilamiz. Ana o'shanda qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysangiz, birinchi bo'lib sizga yetib boradi, xudo xolasa.